kasbingizdan afsuslanganingiz baribir bo'lgan bo'lishi mumkin-da. Bo'lgan bo'lsa nimadan bo'lgan shu? Savol to'g'ri qo'ydimmi? To'g'ri. O'qituvchilik kasbida afsuslangan paytlaringiz bo'lganmi? Endi hayotda hamma narsa bo'ladi. Ishlarda ham, oilada ham, iqtisod tomondan hamma. Iqtisod tomondan bo'lgan paytlarni vitamini oson o'tgan degan kunlarni o'rgandik. Shu xo'jayinim boya farzand uyda bo'lmasdi. Boya bolalarni bilan kompyuterdan yozib chiqardi shahar. Kim bo'lsa hammaga men bu tashlashadi deb endi o'rganib qolganman. 10 yil turganman qaynonam bilan. Shu paytlari bekor o'qigan ekanman. O'qimaganimda balki men o'zim bilan birga bolalarni boqishiga va tarbiya berishiga qarashardi degan kunlar bo'lgan ekan. Lekin o'zimni kasbimdan oldim. Xudoga shukr, bitta farzandim